Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga Artifaktning yakka va yagona Articraft serverini obzor qilib o'taman. Qanday qilib telefon bilan o'ynashni esa mana shu videoni havolasini video tagida qoldiraman, kirib ko'rasizlar. Ana endi videoni ham boshlasak bo'ladi. Birinchi bo'lib serverga qanday qilib qo'shishni o'rgataman. Serverning adres bo'limida mc.articraft.uz deb yozasizlar. Nomini esa xohlagan narsa deb yozishingiz mumkin. Men esa Articraft deb yozaman. Keyin esa mana shu ma'lumotlarni saqlaysiz va ro'yxatning eng tepasida paydo bo'ladi. Mana shu serverga kirasizlar. Lekin bu serverga osonlikcha kira olmaysiz, chunki bu server himoyalangan. Avval bot emasligingizni tasdiqlashingiz kerak. Buni qanday qilasiz? Hozir o'rgataman. Avval yoningizda bitta devor paydo bo'ladi. Mana o'sha devorda 4 ta harf yo raqam bo'ladi. Mana o'sha 4 ta harf va raqamni chatga kirib yozasizlar va jo'natasizlar. Shundan keyin botmasligingizni tasdiqlaysiz va bemalol o'yinni davom ettirasiz. Keyin yana bir marta serverga kirasiz. Bu gal sizlardan login parol so'raydi. Chatga kirib login, keyin parolingizni yozasiz. Birinchi marta kirganlar regishon, keyin bir parolni o'ylab 2 marta shuni yozadi va har gal kirganida shu parolni login deb o'sha parolni yozadi. Shu ishlardan keyin serverga kirasiz, bo'lmasa yo'q. Va mana biz Articraft serverining lobbisida turibmiz. Interfeysni qarang, interfeysni juda chiroyli qilib ishlangan. Articraftga xush kelibsiz. Serverga kirish uchun kompasni tanlab, o'ng tugmani bos yoki kerakli NPCga bor. Keyin inventarimizda 5 ta predmet bergan ekan. Ulardan birinchisi mana teleport nayzasi ekan. Qaysi tomonga qarab otsangiz o'sha tomonda paydo bo'lasiz. Ikkinchi narsa parkurni boshlash. Bu bilan parkurdagi mahoratingizni sinashingiz mumkin. Parkurni eng ko'p sakragan odam 290 ta blokdan sakragan ekan. Kimligini o'zingiz kirib serverning listidan ko'rasizlar. Men ham hozircha bir parkurdan mahoratimni sinab ko'ray. Necha blokgacha sakrar ekanman. Bu parkurni telefonda o'ynash juda qiyin. Shuning uchun uncha ko'pga bormasam kerak. Borgan sari qiyinlashib ketyapti. Yiqilib tushishim ehtimoli yana ko'payib ketyapti. Yiqildim. Ikkita parkurdan o'tdim. Keyin mana bu 4-chi predmet PvP qilichi. 5 sekunddan so'ng siz odamlar bilan lobbida urushsiz bo'ladi. PvP rejimidan chiqish uchun qilichdan boshqa narsani tanlaysiz. 5 soniyadan so'ng sizni PvP rejimidan chiqaradi. Hozirda bu serverda ikkita rejim bor. Xuddi PUBG singari oxirida bir o'zingiz qolishingiz kerak va ikkinchisi anarxiya. Menimcha anarxiyani hamma yaxshi tushunsa kerak. Va mana biz anarxiyaning spawnidamiz. Spawnda juda ko'p odam yuradi. Hozir mana bu yerni sizga o'qib beraman. Articraft anarxiyaga xush kelibsiz. Serverda kuchayishingiz uchun kerakli komanda ma'lumotlar. RTP, random teleport, menu, server menusi, craft, kerakli craftlar, donate, kuchli bo'lish, warplar ekan. Menimcha o'zingiz tushunib oldingiz. Yana agar tushunmagan bo'lsangiz, video davomida o'zim tushuntirib o'taman.
Mana bu yerda ko'rayotganingizdek donatlar sistemasi qaysi donat qancha turishini ko'rsatadi va eng zo'r kit bu imperator kiti, narxi 62,000 so'm. Mana bu pastda esa keyslarni ko'rsatilgan. Bir dona keys 8,000 so'm. Agar 3 ta keys olsangiz 20,000 so'm bo'lib tushadi. Mana bu tomonda esa ham xuddi shu narsani ko'rsatilgan. Bu tomonda keys ochishingiz mumkin. Hozir mana bir kishi keys ochyapti. Unga 3 ta izumrud blok tushdi. Va shuni eslatib o'tay, birinchi marta serverga kirganlar artifakt komandasini yozsa, bir martalik bepul keys olishi mumkin. Afsuski, men bundan oldin bu komandani ishlatib qo'ydim. Hozir esa menda ishlamaydi, lekin bundan oldin nima tushganini hozir ko'rsataman. Afsuski kit tushmadi, ammo yaxshigina omadim keldi. Narigi tomonda esa himoya bloklari bor. Ba'zangizni bloklarni sinishdan himoya qiling deb yozib qo'ygan. Bu bloklar serverda griflar bor, resurslaringizni o'g'irlab ketadi. Shularning oldini olish uchun shunaqa himoya bloklari ishlab chiqarilgan. To'g'rimizda esa katta RTP portal bor. Buning ichiga kirib tushsangiz, random joyda paydo bo'lasiz. Albatta buni RTP komandasi bilan ham qilsangiz bo'ladi. Lekin komanda ishlatishni hamma bilmaydi. Mana bu portalning orqasida esa katta RTP jang qilish maydoni bor. Agar mana shu qizil liniyadan u yoqqa chiqib ketsangiz, bir-biringiz bilan bemalol urusha olasiz. Bu yerdan uzoqlashmagan holda yana spawnga qaytib borsangiz, chap tomonda mining qilish uchun joy ajratilgan. Bu yoqqa borib bemalol xohlagan resursingizni xohlagancha qazib olishingiz mumkin. Mana hozirgina yonimdan bitta olmos chiqdi izumrud bilan. Mana bu yoqda yana bitta. Bu yerda yozilishicha Articraft turida qazib pul ishlashingiz mumkin deb yozib qo'ygan ekan. Qazib olingan bloklar mana shuncha, qolgan bloklar soni mana shuncha, respawngacha qolgan vaqt mana shuncha ekan. O'zingiz tushunib olganingizdek, bu yer agar qazib tugagandan so'ng respawn vaqti kelsa, yana random bloklar bilan to'lib ketadi. Mana bu pastda esa yana shunaqa shaxtadan bitta bor. Lekin bu shaxtadan ko'p narsa olishingiz mumkin. Bu yoqda ko'p narsalar bor. Agar to'g'riga borsangiz, bu yoqda qurollaringizni sehrlash uchun sehrlash stoli qo'yilgan. Bitta sehrlash stoli qo'yilgan. Hozircha bittasi band. Ikkinchisidan foydalanamiz. Mana bitta qilichimni sehrlab oldim. Bu yoqda Warp komandasiga ko'zim tushdi. Hozir Warp komandasini sizlarga tushuntiraman. Buning uchun birinchi kirib Warps deb yozasizlar. Bu hamma narsani ko'rsatadi. Mana birinchida spawn, ikkinchida region, bu sizning kelajakdagi uyingiz. Uchinchisi RTP random teleport, to'rtinchisi topliklar, beshinchisi craters, oltinchisi enchant hozirgi joyimiz, fishing baliq tutish, mining qazib olish, PvP zona o'sha jang zonasi. Yana bitta fakt, miningda qancha ko'p izumrud qazib olsangiz, o'zingizga kelajakda shuncha foyda. Buni hozir sizlarga ko'rsataman. Sehrlashdan keyin to'g'riga qarasangiz yana bitta yo'l bor. Ana shu yo'ldan to'g'ri ketayotganingizda Nezerning rudalariga duchor bo'lasiz. Bu yoqda faqat oddiy mirning rudalarini emas, balki Nezernikni ham qazib olishingiz mumkin. Keyin hamma izumrudlaringizni olib
verstakning yoniga borganingizda mana shu izmuridlar bilan siz bronye yasashga harakat qilayotganingizda sizga oddiy ron emas, naq olmosli zashti uchga sehrlangan bronya sizga beradi. Menda esa mana shundan bir komplekt bor, ko'rishingiz mumkin. Keyin bilmayman qayoqdan esa menga imperator dublyozi tushdi. Ana endi shu yoqdan chiqish uchun o'sha var komandasidan foydalanaman. Spawnga borish uchun spawnning ustiga bosaman va men 5 soniyadan so'ng teleport bo'laman o'sha joyda. Mana ko'rayotganingizdek spawndaman va mana bu tomonda mining qiladigan joy. Endi mana bu tomonda nima bor deb o'ylaysizlar? Xuddi ko'rayotganingizdek bu tomonda ko'l. Ammo bu ko'l nima uchun kerak? Bu ko'l albatta baliq tutish uchun kerak. Xuddi o'ylayotganingizdek bu tomonda mining qilib pul topishingiz mumkin, bu tomonda esa baliq tutib pul topishingiz mumkin. Juda oson anarxiya, tezda kuchayishingiz mumkin. Hozir qiziqishingiz mumkin, RTP'si qanday deb. Hozir RTP portalga men sakrab ko'rsataman qanday ekanligini. Tayyormisiz? 3, 2, 1. Mana yana telefon o'ynaydiganlarga bitta faktim. Telefon bilan iloji boricha RTPdan ehtiyot bo'lasizlar. Yomon qotadi. Iloji boricha har vaqt spawnga qatnashib turinglar. RTPda juda ham yomon qotadi. Agar RTPda qotsa, sizni bir kishi kelib, chopib resurslaringizni olib ketishi mumkin. Mana hozir o'zimda ham qotib turibdi. Klaviatura ham chiqmayapti. Sal xavfsizroq joyga borib, yana bir marta urinib ko'raman. Mana shu narsadan ehtiyot bo'lasizlar, telefonda o'ynaydiganlar. Kompyuterda o'ynaydiganlar esa boshingiz oqqan tomon borishingiz mumkin. Chunki u kompyuter ko'p narsani ko'taradi. Telefon esa sal slabiyroqda. Xo'sh, shunday qilib bugungi videom o'z nihoyasiga yetyapti. Keyingi videomda esa shu serverda anarxiya olishni rejalashtiryapman. Sizlardan faqat bitta iltimos, shu videoga like bosing, kanalimga esa obuna bo'ling. Agar keyingi anarxiyamni ko'rishni xohlasangiz, ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' omon bo'linglar.